ma'rifiy suhbatlar. Assalomu alaykum muhtaram muxlislar. Barchangizga tinchlik va qalb halovatini tilab, suhbatimizni navbatdagi sonini boshlaymiz. Bugun falsafa fanlari doktori Ja'far Muhammad bilan bo'ladigan suhbatimiz tasavvuf haqida tasavvur mavzusida bo'ladi. Eshittirish taqdimoti bilan mikrofon qarshisida Ma'murjon Abdiyev. Eshittirishimizning o'tgan sonida tasavvuf, sufiylik islomda insonni ruhiy va axloqiy jihatdan komillik sari yo'llovchi ta'limot ekanligi haqida ozmi ko'pmi suhbatlashgan edik. Bugun esa shu mavzuni davom ettirgan holda muttasavviflar, sufiylar kimlar o'zi degan savolga javob izlaymiz. Bu haqda chuqurroq fikr va mulohazaga ega bo'lishga harakat qilamiz. Tasavvuf so'zining mazmuni to'g'risida olimlar turlicha fikr bildirishgan. Ular ichida Ibn Xaldunning fikri haqiqatga yaqin deb e'tirof etilgan. U muqaddima asarida tasavvuf, suvuf, jun so'zdan olingan bo'lish kerak. Zero qadimdan tarki dunyo qilgan zohidlar jundan to'qilgan kiyim yoki po'stin kiyib yurishni odat qilganlar. Bu bilan ular bashang kiyinib yuruvchi ahli dunyolardan farqli hayot tarzini o'zlarida namoyon etganlar deydi. Ma'lumotlarga qaraganda, tasavvuf va sufiy so'zlari 9-asrning boshlarida yashagan Abu Hoshim Sufiydan boshlab joriy etilgan ekan. Undan oldingi davrlarda bu atama o'rnida zuhd, ya'ni zohidlik, tarki dunyochilik, taqvodorlik, parhezkorlik kabi so'zlar ishlatilgan. Mana 1200 yildan oshyaptiki, tasavvuf nima degan savol doimo din ahli, shariat ahli, tasavvuf ahli, faylasuflar, tarixchilar va hokazo toifalarni o'ziga jalb etib kelyapti. Bitta tasavvuf nima degan savolga hozirgacha 1000dan ortiq javoblar, 1000dan ortiq ta'riflar berilgan. Tasavvuf nima degan savolga ilk javobni biz ma'ruf karxiy javoblarda ko'ramiz. Tasavvuf haqiqatlarni qabul etmoq va insonlarning qo'llaridagi narsalarga ko'ngil bog'lamaslikdir degan hikmatli so'zlari bor. Junayd Bag'dodiyning esa tasavvuf haqning sendagi senini o'ldirishi va seni o'zining nazdida tiriltirishidir deb ta'riflaydi. Abu Said Abul Xayr esa buyuk bir sufiy va orif, tasavvuf aqlingdagi barcha salbiy, shaytoniy o'y-xayollarni tark etishing, qo'lingdagi narsalarni ehson qilishing va boshingga tushgan ko'ngilsiz voqea hodisalardan voh chekmasligingdir deb ta'riflaydi. İlk marotaba Hasan Basri, u kishi o'zlari ham ancha sufiy mashrab kishi bo'lganlar. Shuning uchun ham barcha sufiy tariqatlarida Hasan Basri sufiylarning bir peshvosi sifatida jilvalanadi. Aytganlarki, men Bag'dodda masjidda bir sufiyni ko'rdim va unga bir narsa bermoqchi edim. Bu qabul qilmadi. İlk marotaba sufiy so'zini o'ziga olgan va boshqalar ham uni sufiy deb e'tirof etgan kishi Abul Hoshim sufiy bo'lgan ekan. Sufiy so'zi bir qancha ildizlari bor, lug'aviy ma'nolarini turlicha talqin etishadi. Birinchi navbatda suf ma'nosi. Suf ya'ni jundan to'qilgan kiyim, jundan to'qilgan libos. Endi bu jun qo'y juni ham bo'lishi mumkin, tuya juni ham bo'lishi mumkin. Keyin sufiy so'zi bu demak ahli suffa bilan bog'lanish ham bor. Payg'ambarimiz davrida ahli suffa bo'lgan va bu ahli suffa bir guruh taqvodor kishilar, zohid kishilar bir davrada o'tirib Qur'on yodlab, hadis so'zlab va payg'ambarimizga bo'lgan buyuk bir muhabbatlari bilan
ana shu sufida o'tirib toat va ibodat bilan shug'ullangan ekanlar. Va ba'zi bir sufiylar o'zlarini o'sha ahli sufaga mansubligini ta'kidlab o'tgan. Yana ba'zilar sufiy so'zi bu safo so'zidan kelib chiqqan. Ya'ni poklik, musaffolik, tozalik ma'nosida. Yana bitta ma'nosi bu demak safo qattiq tosh degani ekan. Shunday qattiq bir toshki, undan hech qanaqa giyoh, hech qanaqa o'simlik unib chiqmas ekan. Yoyinki sofona degan mayda bir giyoh bo'lar ekan, o'shandan kelib chiqqan degan fikrlar ham mavjud. Abu Rayhoni Beruniy sufiy so'zini va tasavvuf so'zini o'sha yunoncha Sofya so'zi bilan bog'laydi va uni hikmat, donolik, donishmandlik ma'nosida ishlatgan. Endi juda ko'plab sod harfi bilan yoziladigan sufiy so'ziga o'xshab ketadigan so'zlarni ana shu sufiy so'zning ildizi, ana shu so'zning asosi deb hisoblashgan ekanlar. Lekin aksariyat olimlar, aksariyat sufiylarning o'zi ham, olimlar ham bu so'z suf so'zdan kelib chiqqan degan fikrdalar. Demak, masalan, boshida o'sha shu toifaga mansub bo'lganlar lazzat va rohat qilmaslik uchun va tanalarida ana shu mashaqqatni, riyozatni his etish uchun ham jundan to'qilgan dag'al libosni kiyib yurishga odatlangan ekanlar va ana shu tariqa shu libos bilan boshqa toifadagi odamlardan farqlanib yurishgan ekan. Endi ana shu suf so'zidan kelib chiqqan agar so'zlarni e'tibor beradigan bo'lsak, demak suf, demak sufiy, sufdan sufiy, sufiy so'zdan tasavvuf, tasavvuf so'zdan esa mutasavvif so'zlari kelib chiqqan. Bulardan yana demak sufiya, ya'ni sufiylar degan ma'noda sufiy so'zining ko'plik shakli, mutasavvif so'zining ko'plik shakli esa mutasavvifa, mutasavviflar degan ma'nolar bildiradi. Endi bundan tashqari mustasvif degan bir toifa ham borki, ular sufiy namo bo'lgan, soxta sufiy bo'lgan, obro' e'tibor uchun, shon shuhrat uchun sufiyona liboslar kiyib, sufiylarga o'zlarini yaqin tutib, sufiylar ishlariga taqlid qilib qolgan holda o'zlari sufiy sifatida ko'rsatib yurganlar, lekin aslida ular zohir ahli bo'lganlar va sufiy bo'lmaganlar. Abul Husayn Nuriy tasavvuf nafsning barcha istaklari va zavqlarini tark etmoqdir deb baholagan. Ruvaym esa tasavvuf nafsni Allohga yetishish uchun tark etmoqdir. Tasavvuf 3 xislat uzra qurilgan: farq va iftiqorga yopishmoq, Alloh yo'lida mol-mulkni ayamay sarflab, o'zingdan ustun turmoq, ustun qo'ymoq, o'zingdan ko'ra ko'proq o'zgani o'ylamoq, shiddat ko'rsatish va ixtiyorni tark etmoqdir. Ana shu faqirlik bilan faxrlanish payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamning bir hadislariga borib taqaladi. Al-faqru faxri. Faqrim, faqirligim mening faxrimdir degan hadislariga va buni sufiylar, tasavvuf ahli katta iftixor bilan, mamnuniyat bilan o'zlarining faxrlariga, faqirliklariga bog'laydilar. Ali ibn Muhammad Zohid esa 10-asrda yashagan. Tasavvuf jism ko'rinish bilan o'lchanmaydi. Avvalo qalbingni pokla, keyin nima xohlasang kiyaver deb aytgan ekan. Endi tasavvuf turli holatlarda turlicha nomlangan bir mustaqil bir yo'nalish sifatida, islom dini tarkibidagi bir ta'limot sifatida birinchi navbatda eng mashhur bo'lgani tariqat deb nomlangan, suluk deb nomlangan, ta'limot deb nomlangan, ilm deb nomlangan, tariqi majoz deb nomlangan, maslak deb nomlangan, mashrab deb nomlangan, maktab ham deyilgan, mazhab ham deyilgan. Jumladan 10-asrda Kalobodiy Buxoriyning mashhur bir asari bor, At-Ta'arruf li mazhabat tasavvuf, ya'ni tasavvuf mazhabini tanishtirish bobida degan bir kitoblari bor. Va ana shunda tasavvufni mazhab deb e'lon qilganlar. Shogirdlari Mustamli Buxoriy ham bunga sharh yozib, xuddi shu nom bilan keltirgan.
Tasavvuf sufiylar ta'rifida turlicha talqinlar bilan, turlicha yondashuvlar bilan berilgan. Buni sufiylarning o'zi birinchi navbatda tasavvufga baho bergan ham, unga tanqidiy ko'z bilan qaragan ham, uni rivojlantirgan ham sufiylarning o'zlari bo'ladi. Ilmiy tasavvuf, ilmiy irfon, ilmiy botin, ma'rifat, ilmiy ladun yoki ilmiy laduniy, ilmiy vahiy, ilmiy asror, ilmiy g'ayb, ilmiy farosat, ilmiy mukoshafa, ilmiy zuhuriy, ilmiy hol, ilmiy ishora, ilmiy majoz degan nomlarni aytishgan. Sufiylar o'zlarini ahli Alloh, ahlulloh, ahli tavhid, ahli tahqiq, ahli haq, ahli xonadon, ahli tariqat, ahli faqr, ahli fano, ahli suluk, ahli ma'rifat, ahli haqiqat, ahli botin, ahli dil, ahli irfon, ahli ishq, ahli muhabbat, ahli zavq va hokazo tarzlarda nomlaganlar. Sufiy istilohiga berilgan ta'riflar ham xuddi tasavvufga berilgan ta'riflar kabi juda ko'p. Jumladan Zunnun Misri ilk sufiylardan biri sufiy ulkim nimaiki desa uning ahvolining bayonidir. Indamasa muomalasi uning ahvolining sharhidir deb ta'rif bergan. Shibli esa sufiy ulkim ikki dunyoda Xudodan o'zgasini ko'rmagan. Muhammad Tahonoviy esa sufiy o'zidan foniy bo'lib Xudoda boqiy bo'lgan, tobiyliklardan ozod, haqiqatlar haqiqatiga yetgan kishidir deb ta'riflagan ekan. Mavlono Jaloliddin Rumiy esa daftari sufiy savodu harf nist, juzdili isbeyt hamchun barf nist dedilar. Ya'ni sufiyning daftari harfu savod emas, uning qorday oppoq qalbidir, uning savodi va ilmi deb baholagan. Sufiy va mutasavvif o'rtasidagi farqlar va o'xshashliklar ham bor. Qisqacha qilib aytish mumkinki, sufiy bu tariqat ahli, mutasavvif ham tariqat ahli. Sufiy boshlang'ich darajada bosqichda turgan odam, shariatni bosib o'tgan, shariatni yaxshi biladi, tariqatga kirgan, suluk ahli bo'lib yuribdi, ammo mutasavvif esa shariatni ham, tariqatni ham yaxshi biladigan, bilimdoni bo'lgan, ma'rifat bosqichiga yetgan kishi hisoblanadi. Sufiy murshidlik yoki shayxlik darajasiga hali yetmagan kishi bo'lsa agar, mutasavvif murshidlik, pirlik, shayxlik maqomiga yetgan kishi hisoblanadi. Sufiy sayru sulukda hali davom etayotgan shaxs bo'lsa agar, mutasavvif esa bu sayru sulukning nihoyasida yurgan shaxs hisoblanadi. Shunday qilib mutasavvifning sufiyga nisbatan maqomi va martabasi ancha ulug' hisoblanadi. Tasavvufning o'ziga xos istilohlari mavjud albatta. Masalan, tasavvufdan saboq beruvchi shaxs, shayx, murshid, pir, hoja, mavlona kabi unvonlar bilan tanilgan. Tasavvufdan saboq oluvchi shaxs esa murid, solik, ahli dil, ahli hol, muttasavvif kabi nomlar bilan atalgan ekan. Tasavvuf bo'yicha oliy maqomga erishgan sohib karomat pirlar, vali, avliyo, kutub, siddiq kabi unvonlar bilan xalq orasida ma'lum va mashhur bo'lib, alohida ehtiromga sazovor bo'lishgan. Endi mutasavvif bilan sufinamo bo'lgan kishi, ya'ni mustasvif bilan ancha yerdan osmongacha farqlar bor. Mutasavvif bu haqiqiy sufi, mustasvif esa sufinamo, soxta sufi. Mutasavvif tasavvuf ahli, sufinamo odam esa tasavvuf atrofidagi shaxs. Mutasavvif tasavvuf namoyandasi, sufinamo esa yoki soxta sufi esa tasavvuf mohiyatidan bexabar bo'lgan shaxs. Mutasavvif bu tasavvuf ilmi bo'yicha mutafakkir, sufinamo odam esa tasavvuf ilmlaridan bexabar. Mutasavvif tasavvufning yuksak daraja va maqomlariga yetgan shaxs bo'lsa agar, mustasvif yoki sufinamo odam tasavvufning boshlang'ich darajasida, aytaylik, suluk boshida qolib ketgan shaxs hisoblanadi. Sufinamo kishilar tasavvuf atrofida yurganlar, doimo tasavvuf nomi bilan ish yuritganlar, orif va irfon
so'zlariga yoki atamalariga o'tadigan bo'lsak, demak, orif so'zi ham, irfon so'zi ham o'zagi bitta arab tilidagi arafa so'zidan kelib chiqqan va arafa bu arab tilida bilmoq, tanimoq, anglamoq ma'nolarini bildiradi. Bundan kelib chiqib orif, ya'ni bilguvchi, taniguvchi, anglaguvchi degan ma'noni bildiradi. Shu o'rinda bir rivoyat bilan hadisi qudsiy, bir rivoyat bilan hadis, bir rivoyat bilan zaif hadis hisoblangan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu degan hikmatdan agar esga soladigan bo'lsak, unda kimki o'z nafsini, ya'ni o'zini, o'zligini anglasa, u batahqiq o'z Rabbini, Alloh taoloni anglabdi, tanibdi degan ma'noda. Shundan kelib chiqib orifning va irfonning mohiyati, mazmuni shundan oshkor bo'ladi. Demak, orif shaxs bu o'zligini anglagan va Alloh taoloni Rabbini tanigan shaxs hisoblanar ekan. Hakim at-Termiziy hazratlarining nazariyasiga binoan har bir nabiy validir, ammo har bir vali nabiy emas degan agar formulaga agar tayanadigan bo'lsak, har bir orif sufiy hamdir, ammo sufiy orif emas degan formula kelib chiqadi va bundan shu ma'no chiqadiki, sufiy va orif o'rtasida ma'lum farqlar bor ekan. Sufiy demak shariat va tariqat bosqichlarini bosib o'tgan shaxs hisoblanadi. Orif esa shariat, tariqat, ma'rifat bosqichlarini o'tib haqiqat bosqichiga intilayotgan shaxs hisoblanadi. Sufiy demak shariat va tariqat qoidalarini obdon biladigan, o'z nafsi bilan kurashayotgan solik hisoblanadi. Orif esa o'zligini va haqni tanigan, ya'ni ma'rifat etgan shaxs hisoblanadi. Sufiy ilm va ma'rifat o'rganishda intilayotgan shaxs hisoblansa, orif demak ilm va ma'rifatni puxta egallagan shaxs hisoblanadi. Sufiy agar orifdan o'rganuvchi shaxs bo'ladigan bo'lsa, orif demak olim va mutafakkir shaxs hisoblanadi. Sufiy ko'proq amaliyotchidir, orif esa nazariyotchidir. Bular o'rtasidagi o'xshash jihatlar ham ko'p. Bu ikki toifa ham tasavvufga mansub kishilar bevosita tasavvuf ahli hisoblanadi. Tasavvuf ahli haqiqatga yetishga intilayotgan kishilar hisoblanadi. Bularning maqsad va maromlari yagona hisoblanadi. Endi orifga berilgan ta'riflar ham juda ham ko'p. Bularni biz qisqacha qilib, Boyazid Bistomiyning chiroyli bir ta'rifi bor. Orifning kamoli haq do'stligi yo'lida yonishdir. Orif ma'rufni, ya'ni haqni ko'rar. Olim bilan o'tirar. Olim aytar, men nima qilay? Orif aytar, u nima qilgay? Ya'ni Haq taolo nima qilgay? Bu o'rinda mutafakkir va faylasuf Abu Ali ibn Sinoning Shayx Abu Said Abul Xayr bilan bo'lgan suhbatlaridan keyin orifga bergan baholari yoki ta'riflari diqqatga sazovor. Abu Ali ibn Sino aytgan, botini, ya'ni qalbida haq nuri porlagan kishi orifdir. Orifning kimligi va martabayu maqomlari to'g'risida tasavvuf adabiyotida, tasavvuf va irfonda juda ko'p fikrlar va so'zlar bor. Shu bilan faqat xulosa qilamizki, tasavvuf ilmi, tasavvuf ta'limoti boshqa ta'limotlar kabi va hatto boshqa ta'limotlarga qaraganda o'zining istilohlari, ya'ni atamalari bilan alohida ajralib turadi. Tasavvuf istilohlarga boy bo'lgan ta'limot, atamalarga boy bo'lgan ta'limot. Va ana shu atamalar 1000 yil davomida katta lug'atlarni tashkil etgan. Bu lug'atlarni, tasavvufga xos bo'lgan istilohlarni chuqur o'rganmasdan turib, tasavvufni talqin qilish, sharhlash, tushuntirib berish imkoni bo'lmaydi. Demak, tasavvufni biz dinimizdan ayro tasavvur qila olmaymiz. Tasavvuf qalbni poklash ilmi. Bandaga Allohni tanitish, uni Allohga yetkazish ilmi ekan. Tasavvuf nafsni axloqiy jihatdan taraqqiy ettiradigan hayotiy falsafa bo'lib, u muayyan amaliy riyozat vositasida haqiqatga singish hissiga olib boradi. Shuningdek, undan zavq va aql ila ma'rifat hosil qilishga olib boradi.
Tasavvuf bir mazhab bo'lib, maqsadi qalbni Allohdan boshqadan xoli qilish, Xoliqqa ixlos ila ibodat qilish hamda uni boshqasidan ruhni qudsiyat olamiga olib chiqish. Qalbingizni iymon nuri doimo nurafshon etsin deya bugungi suhbatimizga yakun yasaymiz. E'tiboringiz uchun tashakkur. Xayr, salomat bo'ling azizlar. Ma'rifiy suhbatlar.